Bundan oldingi videoda sizlar bilan mavzuni ko'rib chiqdik. Ana endi o'sha mavzuga doir IDC kitobidan bir nechta misollarni ishlanishini ko'ramiz. Xo'p, bizga berilgan birinchi misolimiz -1 ni 105 darajasi qo'shilgan -1 ni 104 darajasi qo'shilgan -ning 0 darajasi. Xo'p, buni hisoblaydigan bo'lsak, -1 ni 105 darajasi, ya'ni toq darajasi bu -1 ga teng bo'ladi. Qo'shilgan -1 ni 104 darajasi 104 juft bo'lgani uchun bu +1 ga teng. Va yana qo'shamiz. Buni oldingida bizda aytganimizdek, har qanday sonda 0 darajasi bu 1 ga teng. Demak, 1000 soni 0 darajasi bu 1. +1 va -1imiz qisqarib ketadigan bo'lsa, bu ifodani qiymati demak 1 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, keyingi misolimiz 2 ni -3 darajasi. Buni hisoblash uchun 2 ni 1 taqsim 2 deb yozamiz. O'shanda 3-darajasi bo'ladi. 3 ni ham 1 taqsim 3 deb yozamiz. O'shanda kvadrati bo'ladi va shuni bo'lamiz 17 taqsim 24 ga. Bu 1 taqsim 8 ga teng. Bu 1 taqsim 9 ga teng. Agar bo'luvni ko'paytirib o'qisak 24 taqsim 17. Bularga maxraj berib qo'shadigan bo'lsak, buni 9 ga, buni 8 ga ko'paytiramiz. 17 taqsim 72. Ko'paygan 24 taqsim 17. 17 lar qisqaradi. 24 bilan 72 ni qisqartiradigan bo'lsak 3 1. Va demak, bu misolimiz javobi 1 taqsim 3. Keyingi misolimiz bizga mana shu ifodani soddalashtirish vazifasi qo'yilgan. Xo'p, birinchi qavsni ochib chiqamiz. A ni kubini kvadrati. Bu demak 2 va 3 ko'payadi. A ni 6-darajasi bo'ladi. Ko'paygan. Bu A ning 2 bilan 4 ko'paytirsak 8-darajasi va bo'lamiz A ning 10-darajasi. Xo'p, birinchi xossasiga ko'ra ko'paytirganda darajalar qo'shiladi. Bu bo'ladi A ning 14-darajasi bo'lingan A ning 10-darajasi. Bu ikkinchi xossa bo'lganimizda darajalar bir-biridan ayriladi. Demak, buni qiymati A ning 4-darajasiga teng ekan. Keyingi misolimiz. Xo'p, buni soddalashtirishdan oldin xohlasak qavs ichini qisqartirib olishimiz mumkin, yana ham osonroq bo'lishi uchun. A bilan A ning kvadratini, B kvadrat bilan B ning kubini va C bilan C ning kubini qisqartiradigan bo'lsak, mana bu kvadrat qoladi. Bular birinchi darajasi bo'lib qolar ekan. Keyin yozamiz. A B taqsim C kvadratning kubi ko'paygan A kvadrat C ning 7-si taqsim B. Qavs ochib chiqadigan bo'lsak, A kub B kub C ning 6-darajasi A kvadrat C ning 7-darajasi taqsim B. Xo'p, mana bu bilan buni qisqartiradigan bo'lsak, birinchi daraja qoladi. B bilan B ning kubini qisqartiradigan bo'lsak, ikkinchi daraja qoladi. A ning kubi ko'paygan A ning kvadrati. A ning 5-si. Va bizda qoldi B kvadrat hamda C. Mana bu demak, misolimizning javobi A ning 5-si ko'paygan B kvadrat ko'paygan C ga teng ekan. Keyingi misolimiz. Xo'p, biz bilamizki, har qanday sonning 0-darajasi bu 1 ga teng. Demak, mana bu ifodani o'rniga 1 qo'yamiz. O'shanda 7 ayrilgan 5 kira 1. Bu 2 ga teng. 2 ning -2-darajasi bu degani 1 taqsim 2 ning kvadratiga teng, ya'ni 1 taqsim 4 ga teng bo'lar ekan. Xo'p. Bu misolni ko'radigan bo'lsak, 3 ko'paygan. Mana bu darajasi -1 bo'lgani uchun buni joy almashadi. 4 taqsim 3 bo'ladi. Ayrilgan. Buni ham -2-darajasi o'rni almashtiradigan bo'lsak, 2 ning kvadrati bo'lib qoladi. Ko'paygan 7 qo'shilgan 5. Ishlarimiz qisqarib ketadi. 4. 2 ning kvadrati ham 4. 4 minus 4 ko'paygan 7 qo'shilgan 5. 4 dan 4 ayiramiz. 0, 0 7 ko'paysa 0. Demak, bu ifodamiz qiymati 5 ga teng. Xo'p, keyingisi 1 taqsim 3 ning -2-darajasi. Bu 3 ning kvadrati degani. Ayiramiz. 5 ko'paygan. Xo'p. 2 ning -2-darajasi bu 1 taqsim 4. 1 ni 0,5 ga bo'lsak 2, 2 ning kvadrati esa 4. Shuni -1-darajasi qo'shilgan 1 taqsim 8. 4 va 1 taqsim 4 larni qisqarib ketadi. 3 ning kvadrati 9, 9 minus 5. 9 minus 5 ning -1-si qo'shilgan 1 taqsim 8. 9 dan 5 ayiradigan bo'lsak 4. 4 ning -1-sini hisoblaydigan bo'lsak 1 taqsim
1 taqsim 4 qo'shilgan 1 taqsim 8. Bularga maxraj berishimiz uchun buni 2 ga ko'paytiramiz. O'shanda 2 taqsim 8 qo'shilgan 1 taqsim 8. Demak, bu ifodamizning qiymati 3 taqsim 8 ga teng. Xo'p, navbatdagi misolimiz bu ko'rinishidan qiyin ko'ringani bilan o'zi aslida juda ham oddiy misol. Hop, birinchi ichkarini ishlaymiz. -1 ni 4-darajasi bu 1 ga teng. Oldidagi minusi bilan yana bizda -1 paydo bo'ladi. Qo'shilgan. -1 ning 3-darajasi -1. Mana bu ikkinchi minus bilan plyusga aylanib ketadi. +1 ning kubi. Hop, keyingisi. -1 ning kubi bu -1 va yana shuning kubi. Buni soddalashtiradigan bo'lsak, birinchisining qiymati -1, qo'shilgan ikkinchisining qiymati 1 va yana uchinchisining qiymati -1. Bular qisqarib ketadigan bo'lsa, bu ifodamizning qiymati -1 ga teng bo'lar ekan. Endi mana bu ifodaning qiymatini topish uchun birinchi navbatda 4, 256, 16 hamda 32 sonlarini 2 ni darajalariga olib kelib olishimiz kerak. Hop, 4 bu 2 ning kvadrati, o'shan 4-darajasi. 256 2 ning 8-chisining 3-darajasi deb yozamiz. 16 ning o'rniga demak 2 ning 4-chisi, 32 ning o'rniga esa 2 ning 5-darajasi. Qavslar ochib chiqadigan bo'lsak, 2 ning 8-darajasi, 2 ning 24-darajasi, 2 ning 8-darajasi hamda 2 ning 15-darajasi. Mana shu joyda bularni qisqartirib oladigan bo'lsak, 2 ning 24-darajasi o'rniga 2 ning 15-darajasi. Bo'lib bo'lganda darajalar ayrilar edi. Demak, 24 dan 15 ayiradigan bo'lsak, 2 ning 9-darajasi. Xohlasanglar buni hisoblab yozib qo'yishinglar mumkin. 512 ga teng. Keyingi misolimiz o'zi qiyin ko'rinsa ham, lekin juda ham oddiy. Bizga suratda 2222-darajasini 4 marta qo'shish hamda 3 ning darajasida 2223 ga bo'lish so'ralyapti. Mana bu bir xil bo'lgani uchun hammasi 4 ko'paygan 3 ning 2222-darajasi deb yozib olsak bo'ladi. Mana maxrajini esa 3 ko'paygan 3 ning 2222-darajasi deb yozamiz. Va bularni qisqartirib tashlaymiz. O'shanda misolimizning javobi 4 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Shu va shunga o'xshagan ko'plab misollarni yechimini o'tkazib yubormaslik uchun Durdiyev matematika kanaliga obuna bo'lishni unutmang.